shu 3 ta biznes qarzlaringizdan qutulib boy bo'lib ketishingizga sabab bo'ladi. Birinchisi, talabalar yotoqxonasi oldida kir yuvish xizmatini oching. Bu unchalik ommalashmagan biznes, bir oyiga 1000-2000 dollar pul topishingiz mumkin. Ikkinchidan, odam gavjum bo'lgan joylarda mevalardan sok, sharbat qilib soting. Issiq kunda zo'r ketadi. Bundan ham oyiga 2000 dollargacha pul topasiz. Uchinchidan, ko'p qavatli uylar, domlar oldida suvni filtrlovchi apparat o'rnating. Bundan ham boshlanishiga 1000 dollar, kelajakda 2-3 ming dollargacha chiqish mumkin. Shu vaqtgacha 2000 dan ortiq biznesmen o'quvchilarimiz bu bilimlarni olib zo'r daromadga chiqishdi. Biznes qilib zo'r daromad olib boy bo'lishni xohlasangiz, hoziroq menga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Yaxshi ko'raman sizlarni.